Yana bir Ramazan eyini uzatib qo'yish oldida turibmiz. Ramazan kelishdan burun uni xotirjam o'tkazish, uning oliy martabasiga yetish, izzat hurmatini qo'g'dash va ichida qadr kechisi bo'lmagan ming oydan xayrlik bo'lgan Laylatul Qadrning haqiqatiga erishish uchun nima xiyollarni qurib, qanday nishonlarni belgilamagan edik o'zimizga. Endi Ramazonning o'tib ketgan kunlariga qarab, xiyollarimizning qanchaligini amallashtirib olganligimizni, nishonlarimizning qanchaligiga yetarganligimizni o'lchashga, hisoblashga urinamiz. Ramazonda qilinadigan ishlar tizimligini oldimizga qo'yib, to'g'ri xato belgilari orasida kelib ketamiz. Ma'naviy bazo bo'lgan Ramazonda qanchalik foyda oldik, qanchalik ziyon tortdik, buning hisobini chiqaramiz. Ramazon oyi kirganda o'zim uchun belgilangan nishon, reallikqa aylanishni orzu qilgan xiyol, Rasululloh va ashablariga nisb bo'lgan Ramazon ne'matidan bahrlanish va Qur'on axloqi bilan hadiyalanish edi. Allohning menga bu Ramazonda beradigan hadiyasi nimadir? Dal bu masalani butun Ramazon bo'yicha imkonim yor bergancha tafakkur qilishga tirishdim. Qur'on va Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam har ko'ngilga Rabbimizning hadiyasi bo'lganidek, ummatga hadiya qilingan Ramazon oyiningmi har mu'min uchun hadiyasi bo'ladi. Bu hadiya hayotimizning har daqiqasining Ramazon va oxir qadamlarining ayam misoli xushluq bo'lishi bilan natija beradigan har narsa edi. Ramazonda insonga ro'za va Qur'on vositasi bilan hadiyalar beriladi. İnsanның ma'naviy va jismoniy mavjudligi ro'za va Qur'on vositasi bilan hadiya dengiziga sho'ng'ib, inson bir dunyoga aylanadi va butun dunyo ayam tantanasiga cho'madi. Ramazon nafsning istaklarini ma'lum zamonlarga va miqdorlarga taqsimlab, uni tarbiyalab, oshqozonga bir oylik bayram hadiya qiladi. Iymonning tarjimoni bo'lgan til Ramazonda nafsning arzu havaslaridan, ma'nisiz suhbatlardan, qalayimqon so'zlashdan o'zini qochirib, o'zini yolg'ondan, g'ayvatdan va nachar so'zlardan uzoqlashtiradi. Qur'on tilovat qiladi. Zikr, tasbih, salovat va istig'for bilan mashg'ul bo'ladi. Qur'onning kalomiga sohibxonlik qiladi. Allohni uningga al olamga rasvo bo'lishdan, ayib qilishdan saqlashdek hadiyalar beradi. Hem jismoniy, hem ma'naviy bo'lgan nafs ro'zsiz o'tgan kunlarda ba'zida xohlagan narsaga erishamaslik yoki o'zi xohlagan narsaga erishishdagi qanoatsizlik tuyg'usi, ba'zida oshqozon va boshqa jismoniy borlig'imizning nafsga rioya qilishining va ba'zida aql va qalbdagi ilohiy marhamatning uningga lazzatlardagi zavolning haqiqatini eslatib, uni ogohlantirish natijasida xasta edi. Ramazon ro'zasi nafsga hadiya berib, uningga arzu va havaslarni qayta ko'zdan kechirib beqishiga fursat yaratib beradi. Shundoq bo'lganda, nafsmi ro'zadan o'z hadiyasini olgan bo'ladi. Ba'zida jism va nafsning, ba'zida ma'naviyat va qalbning yanida turadigan aql Ramazonda realizmchi va mantiqchi bo'lishdan qutulib, uyg'un bo'lganini tanlashga boshlaydi. Ikkilanishda qolgan aql har bir mavjudotga xos til bilan olamdagi boshqa mavjudotlarga moslashib, bara-bara Qur'on o'qiydigan bo'lishi va yana har bir mavjudotga xos bo'lgan til bilan koinotda yuz bergan umumyuzlik ro'za ibodatiga qatnashish orqali tavhidning haqiqatini tushunadi. O'ziga vahiydan va sunnatdan chiqish yo'li tepib, taskin va tasalliga erishadi. Ramazonda aqlga uningga eng mos keladigan hadiya beriladi. Tafakkur qilish, uyg'un bo'lish, muvofiq bo'lish. O'tib ketgan Ramazon kunlari haqida hisob kitob qilganimda, yuqorida to'xtalgan nuqtalar men uchun asos bo'lib, bularga qarata men Ramazon hadiyasiga loyiqmi, emasmi, uni ola oldimmi, ololmadimmi, bularni bilalayman. Shundoq. Shubhasizki Ramazon bo'libmi ro'za yaratilish badali emas, balki yaratquchimizning hadiyasi. Ammo o'zimning bu Ramazon hadiyalariga loyiq hech ish qilinmaganligim o'zimga ayon. Yuqorida tilga ilingan masalalarni chiqish qilib turib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga, ashablariga va avliyolarga berilgan Ramazon hadiyalariga qarab, bizga nima uchun Ramazon hadiyasi berilmaganligini faraz qila olmayman.